Shu vaqtgacha men bilgan o'zbeklar hammasi Amerikaga borardi-yu, qaytib kelmardi. Assalomu alaykum do'stlar. Anchadan beri ko'rishmadik. Bugun birinchi marta Ahmad aka Amerikaga borib qaytib keldilar va nega qaytib kelganlari men uchun qiziq. Shuni bilmoqchiman va shuni sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Ahmad akani vaqtlarini topib, iltimos qilib, qiziqqina joylardan turg'izib olib keldik. Buni ham inobatga olasizlar va kanalga albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Bugun Amerikaga Ahmad akani borib kelganlar haqida gaplashamiz. Lekin Amerikagacha bo'lgan mashaqqat, qiyinchiliklar, qanaqa nimalarga uchraganlar, qiyinchiliklarga uni hech kim bilmaydi. Shuni bilish maqsadida ham bugun mana shu intervyuni olyapmiz. Amerikaga borib kelganlarcha ham nechta davlatlarga bo'lgan ekanlar. Bu men uchun ham qiziq. Shuni birin-ketin hozir so'raymiz. Ahmad aka, avvalambor intervyuga rozilik berganingiz uchun katta rahmat. Ahmad aka o'zi rus maktabiga o'qiganlar. O'zbekchaga gapirishga qiynaladilar. Shuni munosabati bilan yo tojikchaga gapirib bermoqchilar, yo ruschaga. Sizga qaysi qulay, Ahmad aka? Tojikcha gapirsangiz? Ha, tojikcha gapirib bermoqchi ekanlar. Men hammasini tarjima qilib qo'yaman. Ahmad aka, Amerikaga borganingizgacha nechta davlatga sayohat qilgansiz? Birinchisi Rossiyadan boshlandi, keyin Yaponiyaga keldim, Yaponiyadan keyin Koreyaga bordim. Koreyada 8 marta bo'lganman, keyin Koreyadan boshlanib Dubay, keyin Yevropani boshladim. Yevropa borishdan oldin Singapurga bordim, Italiya bordim, Fransiya, Germaniya, Ispaniya, Gretsiya, keyin Malayziyaga bordim, Tayvan, Irlandiya, Shotlandiya, keyin Londonga borib, oxiri Amerikaga bordim. Ko'p davlatga sayohat qilibsiz, qarang. Koreyaga 8 marta bordim dedingiz. Nega 8 marta? Koreya tarixi uzun. 1-2 marta do'stimning tug'ilgan kuniga bordim, kursdoshimiz bor u yerda. Keyin o'zim shu har O'zbekistonga qaytganimda 2-3 kun tranzit qilib, kirib aynalib qolib, keyin O'zbekistonga qaytar edim. Bugun bir ikkita savollar tayyorlab kelganman sizga. Sayohatlaringiz haqida. O'shalarni birin-ketin aytib bersangiz. 1 million bersa ham qaytib borish xohlamayotgan davlatingiz qaysi bo'ldi shular ichidan? Italiya, Rim, negaki u yerda birinchidan juda xavfli ekan, ko'chaga chiqib yurish chet elliklar uchun. Keyin kista urarlar, o'g'rilar, janjal ko'p ekan. Endi bu gaplar meni gapim emas. Bu gaplarni menga otelda qoluvdim. O'sha otel xodimi qozoq ekan. O'sha odam menga tushuntirib berdiki, agar sen sayyoh bo'lsang, harakat qilki, sayyohligingni bilintirmaslikka. Janjal ko'p bo'lmasin dedi. Tuhmat ko'p, kista o'g'rilar juda ko'p dedi. Shunga bu yerlarda oila bilan kelish juda xavfli dedi. Keyin men o'yladimki, boshqa bu davlatga bormayman deb. Do'stlar bilan bo'lsa kelaman, oila bilan bo'lsa yo'q. Tushunarli. Keyingi savol. Qayta borishni xohlaydigan davlatingiz? Shotlandiya. Menga eng yoqqan davlat Shotlandiya bo'ldi. Negaki birinchidan havosi toza, ikkinchidan xavfsizlik darajasi deyarli Yaponiya bilan bir xil. Xavfsizligi, tozaligi, ovqatlari shirinligi, odamlari mehribon xalq ekan. Keyin aylanadigan, ko'radigan tarixiy joylari juda ko'p. Vaqt o'tkazishga, oila bilan yashashga Shotlandiya zo'r davlat. Zo'r davlat. Bir borib ko'rish kerak ekanda, demak. Shunaymi? Обязательно. Viza olishi qiyin bo'lgan davlat. Endi men uchun vizani olish qiyin, eng ko'p vaqt olgan davlat Schengen viza bo'ldi, Yevropa. Chunki bizning plan bo'yicha Schengenni biz 2 haftalarda olamiz deb o'ylagan edik. Lekin o'sha vaqt qanaqadir yangi qonun chiqdimi, biz buni bilmay qoldik. Konsul aytdi, "Sen biletni ol, uchishingdan oldin biz senga vizani chiqarib beramiz" dedi. Lekin bu taxminan 1 oyga cho'zilib ketdi. Chunki biroz azob chekdik. Biz tushunmadik, bilet olsa-ku viza bermasa-chi deb shunga risk qilib bilet oldik, viza berdi, keyin borib keldik-da. Yaxshi bo'libdi. Eng ko'p va eng kam rasvot qilgan davlatingiz? Malayziya arzon ekan. Endi boshqa davlatlar bilan solishtirganda men uchun eng arzon, eng kam ketgani Malayziya bo'ldi. Eng ko'p mo'l raftagacha eng ko'p xarajat qilganingiz? Amerika. Sravniya qilaverasizlar endi. Amerikada men bir o'zim emas edim-da, shunga sal ko'p ketdi menga. Yo'q, nimaga? Qizcham bilan edimda men. 2 kishi borgan edik.
Ha, endi 15 kunlik borib keldingiz, necha pul ketdi o'sha sir bo'lmasa? Akın ve estirişli bunu. O'zbek. Viza uchun eng kam pul sarflagan davlatingiz? Koreya 5000 yeni. Ha, hozir o'sha 6200 yeni bo'lgan. Xullas, men olgan vaqtlar 5000 yeni edi. Ha, tushunarli. Mehmonxonasi eng qimmatga tushgan davlat. Parij. Parijda bir oqshom mehmonxonaga qolish $90 edi. Bu meni tajribamda boshqa davlatlar bilan solishtirganda qimmat edi. Men aynan qimmat deb o'ylamayman. Men bundan ham qimmat deb o'ylagan edim. Ha, zo'r yangi emas edi-yu, lekin bir kishi uchun bo'ladi-da. Oilaviy bo'lmaydi, lekin bir o'zingiz yoki do'stlar bilan, tanishlar bilan bo'lsa bo'ladi. Eng arzonga tushgani qaysi bo'lgan? Eng arzoni Amerika bo'ldi. Singlimni uyda turdi. Bepul qoldi. Hisoblamasa ham bo'ladi, böyle. Ha, bepul işte. Bepul. O'qish va ishlash uchun sizga qulay bo'lgan davlat. Endi men boshqa davlatlarda o'qish ish qilmadim-ku. Aytyapman-ku, yashashga bo'ladigan bo'lsa, Shotlandiya derdim. Yaponiyada aka. Lekin Yaponiyada ham stress ko'p. Bo'lmasam endi Amerika haqida gaplashamiz. Amerikaga viza olishdan boshlab borib kelganingizgacha bo'lgan jarayonni gapirib bersangiz qisqacha. Viza olish jarayonlari qanday bo'ldi? Bunga meni bir do'stim juda ko'p yordami tegdi. Firdavs aka. Firdavs. Nippon Dairyoku deb qidirsalaringiz chiqadi. Shu yerga Firdavs aka zo'r odam, xarakterlari ham, muomalalari ham. Keyin u kishi pul uchun emas, rezultat uchun ishlaydilar. U kishi bilan biz maktabda parallel o'qiganmiz, 21-maktabda Samarqandda. O'sha kishi menga Shengenga ham yordam berdi, London vizasini olishga ham, deyarli hammasiga o'sha kishi yordam berdi olishga. Ha, Koreyani o'zim olgan edim, hech qanaqa muammo bo'lmagan. Shu odam ish qilib, unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz deb sekin-sekin qadama-qadam yo'l yo'riqlarini ko'rsatdi. Birinchi buni qilsang imkoniyati ko'proq, keyin buni qilsang imkoniyati ko'proq deb shu Firdavs Cho'ram yordam berdi. Reklama. Agar kim Yaponiyadan qaysi davlatlarga sayohatga chiqmoqchi bo'lsa, albatta Firdavs akaga yozinglar. Telegramdan, Instagramdan Nippon Dairyoku deb yozsalaringiz chiqadi. Faqat o'sha legalni bo'lsa yozinglar. Yaponiyaga o'qish bo'lsa, o'qishi legalni, ishlash bo'lsa, ishlashi legalni bo'lsa, o'zlaringni ham, o'qishni ham vaqtlaringni olmaysizlar, qiynalmaysizlar, oson bo'ladi. Chunki men bilaman, o'qishi nelegalni bo'llarga yordam bermaylar-da. Amerikaga vizani oldingiz. Intervyuga kirayotgan jarayon qanaqa bo'ldi? Xo'sh, ochig'ini aytsam, men internet orqali juda ko'p narsalarni ko'rdim. U yerda juda ham vahima qilingan. Hamma blogerlar juda vahima qilgan. Bor, pulma, to'g'ri, formaga ehtiyot bo'l, hamma detallarga ehtiyot bo'l degan. U yerga bordik. O'zbekiston bankda ochitli turardik-ku, xuddi ilongizdek, xuddi shunaqa edi. Vag'ir-vug'ir, shovqin ko'p, Tokioda. O'sha yerga bordik, odam juda ko'p. Adashmasam chet elliklar 4 kishi edik. 2 kishi gapirishiga qaraganda hindistonlik edi, keyin men edim, keyin qolgan hamma yaponlar edi. Menga boshida aytishgan edi, yaponlar vizasiz bora olishadi deb. Lekin yaponlar ham xuddi bizdek viza olyapti. Intervyu berib men hayron qoldim. O'sha kuni intervyuga bordik. Kirishdan oldin hamma dokumentlaringizni tekshirishadi, keyin biometrik qo'l izlaringizni berasiz, keyin intervyuga o'tasiz. Banklarda bo'ladi-ku, kichkina derazachilar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi degandek, xuddi shunaqa 4-konsul bor edi. Qaysiga tushsangiz oldindan bilmaysiz, keyin savol berdi. Nega boryapsan? Qayerga boryapsan? Qachon boryapsan? Qaysi shaharga boryapsan dedi. Yaponiyada qachon kelgansan? Qaysi kompaniyada ishlayapsan? Qaysi davlatlarda bo'lgansan? Belgilaring nega bormayapti? Yana nima deb savol berdi. Xo'sh, bu yerda Amerikada oilangdan odam bormi yoki qarindoshlaringdan degan savol berdi. Shunaqa savollarga javob berdik. Pasportimizni olib qo'ydi. Aytdi, bir hafta ichida pasportingizni qo'lingizga olasiz. Bitta adres beramiz, o'sha yerdan borib olsangiz bo'ladi dedi. Xohlasangiz agar pochta bilan ham yuborishingiz mumkin dedi. Agar pasportingiz ichida oq qog'oz bergan bo'lsa, oq qog'ozda rad qilingan sababi yozilgan bo'ladi. Bu safar sen viza ola olmading, bu safar yana urinib ko'rgin degan yozuv bo'ladi. Oq qog'oz solib bersa, отказ berdi degani, pasportingizni olib qoldimi, viza berdi degani. Juda xursand
xursand bo'ldim, xavotir oldim, lekin unaqa darajada xavotir olish shart emas ekanda. Arzimas ekan bunaqa xavotir olish. Amerikadagi akalar qanday ekan-ku? Zo'r. Vizani oldingiz. Vizani oldim, keyin 5-20 kunlarda Yaponiyadan chiqib ketdim. Yaponiyada Amerikaga uchish kerak, o'sha bilet olgansiz. Bu yerdan chiqib ketdingiz. Amerikaga borib tushganingizga aeroport ichiga pasport kontrol qiladigan joyi bor. O'sha yerga yana sizga qanaqadir qo'shimcha savollar berib so'radimi, yo'qmi? Bu yerdan chiqib boradigan joying bormi dedi. Men aytdimki, mehmonxona bron qilganman. Qani endi mehmonxonaga bron qilingan qog'ozingiz deb so'radi. Qog'ozni ko'rsatayotgan edim, bo'ldi, kerak emas dedi. Ko'rmadi ham. Keyin aytdiki, "Nech puling bor o'zing bilan?" Men shuncha pulim bor dedim. Keyin undan tashqari kredit kartam bor dedim. Keyin aytdiki, "Bu yerda biror tanishing bormi?" dedi Amerikada. Men aytdimki, "Singlim shu yerda" dedim. Bor deb to'g'risini birdan aytdim. Chunki men intervyu vaqtida ham aytgan edim, singlim bor deb. 6 oylik pechat urib yubordi. Amerikaning vizasiga o'sha rasmni tagiga yulduzcha bo'ladi-da. Kimgadir Dutta bitta, yulduzcha. kimgadir ikkita, kimgadir uchta. Dutta O'shani farqlarini bilasizmi, yo'qmi? Do'stim aytdiki, o'sha yulduzcha senga bo'lgan ishonchni qanaqaligini bildirar ekan. Agar o'sha 3 ta bo'lsa edi, sal shubhali odam deganday qaray ekanda. Yo bitta bo'lsa yo 3 ta bo'lsa ham shunaqa edi-da. Men ham hozir to'g'ri esimga yo'q. Kommentariyaga kim bilsa yozaversin. Qolganlar uchun ham yaxshi bir anov bo'ladi. Bitta maslahat beraman. Kim bundan buyon Amerikaga bormoqchi bo'lsa, Kanada orqali viza olmanglar, elektron bilet olmanglar. Kanada orqali bilet olsangiz, Kanada tranzit vizasi kerak yoki turist Kanada vizasi kerak. Agar o'sha vizalar bo'lmasa, siz o'ta olmaysiz. Samolyotga meni biletim kuydi. Men aeroportga bordim-u, yana qaytib keldim, boshqa bilet sotib olib ketdim. Bu sizlarga kelajakda kerak bo'ladi. Mana sayohatlarga har xil qiziqarli bir esga qolarli bir vaziyatlar bo'ladi-ku. Menga ham misol uchun Filippinga sayohat qilganimizga, Filippindan Yaponiyaga uchishimiz kerak. Korona o'sha vaqtda bekor qilingan edi. PCR test bo'ladi. Biz Yaponiyadan chiqib ketayotgan vaqtimizga PCR so'ramadi. Yaponiyaga qaytib kirishimiz uchun so'radi. Biz PCR qilmaganmiz, biletga kuygan edik-da. Shu bir marta Amerikada bo'ldi. Kanada tranzit vizasi kerak emas dedi. Men posolga telefon qildim. O'sha aeroportdan turib aytdimki, shunaqa bir yarim soat tranzitim bor Torontoda. Nima qilsam bo'ladi dedim. Bular meni qo'ymayapti, registratsiya dedim. Qayerdasan? Pasporting qayerniki dedi. Men O'zbekiston pasportim dedimki, hozir bitta tekshirib ko'raylik dedi. Tekshirib ko'rib, keyin bizga aytdiki, O'zbekiston fuqarolari kira olmaydi. Sizda yoki green karta yoki tranzit vizasi bo'lishi kerak dedi. Amerika vizangiz bo'lsa ham o'ta olmaysiz Kanada orqali. Shundan keyin men biletga kuydim. Xo'sh, Amerika hayoti qanday bo'ldi? Qani gapiring, qani biz kinolarga ko'rgan Amerika, wow, baland binolar, chiroyli shaharlar, qanaqadir yana nimadirlar bor o'sha. Qanaqa bo'ldi sizga American Dream? Men shu kinodagiday deb o'ylagan edim, lekin u emas, bu emas, kino aldoqchi ekan. Hammasi montaj ekan. Unaqa biz o'ylagan Amerika rasvo, isrof, sassiq, musor, dabdala, hamma joyini marixuana bosib ketgan. Allaqachon qonuniy ruxsat bergan sotishga. Shunga Amerikani meni tushuncha eski shahari ustida yangi binolar bilan yopib tashlayapti. Ichlarida eski dabdala bo'lib yotibdi. Met servis 0, umuman yo'q. Xuddi Samarqanddek. Olsang ol, olmasang yo'q. Sen bo'lmasang boshqasi. Bittakan bitta ko'p. Mana shunaqa shahar. Xullas, eski binolar yuzi yangi bo'lyapti. Tek-teklari eski bo'lib yotibdi. Siz Amerikaning qayerlariga bo'ldingiz? Men ikkita shahrda bo'ldim. New-York bilan Pensilvaniyada bo'ldim. Boshqa hech joyini ko'rmadim. Boshqa joylarga ham bormoqchi edim. Birdan yo'q, qor yog'ib, yo'llar rasvo bo'ldi. Shu bilan qoldirildi. Mana ko'p o'zbeklar boradi-ku, Yaponiyadan boryapti, boshqa davlatlardan qolib ketyapti-da. Siz nimaga qolib ketmadingiz? Mana o'ylamayman. Hammaga o'zbekdek ishni qilmadingiz. Men hayronda. Men o'ylab, nima deydi? Jahlim chiqib ketyapti. Nimaga Ahmad aka qolib ketmadi? Qolib ketish kerak edi, plan bo'yicha. Meni oilam shu yerda, Yaponiyada. Bolalarim, ayolim shu yerda. Shunga men bitta qizcham bilan borib keldim. Hozircha bir ikkita plan bor, shularni qilib ko'raylik, u yog'i biror gap bo'lar. Yana qaytib borish plan bormi, yo'qmi? Nasib qilsa, qani ko'raylikchi, hozir ikkita ishlarimiz chala qolgan, shularni bitirishni kutyapmiz. Keyin ko'ramiz. Amerikani sizga yoqqan taraflari qaysi taraflari bo'ladi?
Amerikaga borib, O'zbekistonni uncha-muncha sog'inmas ekansiz. Restoran, kafe, supermarket, hamma narsa bor. Nima desangiz, hammasi bor. Shunday supermarketlarga kirasiz, ovqatlar tayyor. Kabob, sho'rva, nahot sho'rva, qozon kabob, somsa, manti, pilishi deysizmi, terib tashagan. Shunchalik darajaga rivojlanib ketgan. Ha. Amerikada yurayotganlar shu uchun uncha-munchaga sog'inmasa kerak deb o'ylayman. Non deysizmi, tandirdan uzib beradi. O'rta Osiyo noni bor-ku. O'sha shunday tandirdan uzib beryapti, men huzur qilib ketdim. Hozir aytgan narsa ko'zim oldimdan o'tib ketyapti, bilasizmi? Dahshat rivojlanib ketgan ekanda. Ko'chada yurasiz, to'la o'zbek. Nomerlardan bilasiz, o'zbeklarni ismini yozilgan nomer joyida. Misol uchun nimadir, Samarqand nomer 1, Umedjon, Dalirjon yoki nimadir deb nomerlari yozdirib olgan. Shundan ham bilasiz, o'zbek. Lekin yaxshi yashayapti o'zbeklar. Havosim keldi. Amerikaga erkinlik qanday? Biznes qilish uchun, boshqa qilish uchun. Mana Yaponiyaga siz qanaqadir biznes qilmoqchi bo'lsangiz, siz qaysidir etapga yetgandan keyin qila olasizda. Misol uchun siz student bo'lib turib qanaqadir biznes qilish Yaponiyaga oson emas. Qiyin masala va. Endi men u yerga 2 hafta bordim-da. Men bolalardan aytishimcha, imkoniyat juda ko'p. Oson, salgina shu kredit tarixingizni chiroyli qilsangiz, ko'p imkoniyatlar ochilib ketadi. Endi shu Amerikada yashab yurgan bolalarning gapi. Lekin mazza qilib aylandingiz-a, o'zi ham Instagramga istoriyalaringizni ko'rdim, shu bormagan joyingiz qolmadi. Vav deb o'tirmanda, men faqat ko'rib, vav deyapman-da. Wall Streetga ham bordingiz, buqani shoxini ko'rishga ham bordingiz. Xo'sh, xarajatlar qanaqa ekan endi Amerikaga? Yaponiya bilan taqqoslasa, misol uchun bu yerga 1 oylik nima deydi, hayotingizga ishlatayotgan kvartira puli, yeb ichish puli, yo'l kiro, kiyim-kechak, hammaniki har xil-ku. Misol uchun o'rtacha $700 dan $1000, $1200 agar o'ylali bo'lsangiz, undan ham ko'proq ketadi-ku bu yerga. Nima deb o'ylaysiz? Endi u yerga borib keldingiz, 15 kun ichiga qancha xarajat qildingiz misol? Xarajat juda ham ko'p. Xarajat katta. Keyin endi men taqqosladim, uy ijarasi juda qimmat ekan. Ha, endi bu balki joyga ham bog'liqdir, bilmadim. Xarajatlar juda katta. Siz endi butun ham center Nyu-Yorkka borgansiz-ku. Nyu-Yorkka o'zi qimmat. Bu safar Kaliforniyaga boring. Soliqlari juda qimmat. Ha, endi aytyapman, ekonom qilsangiz ham bo'ladi, ko'p xarajat qilsangiz ham bo'ladi. Endi o'zingizning sharoitingizga qaraysiz-da. Tushunarli. Bir pachka deydi. Yo'q, uncha ketmaydi. Agar shuncha pulim bo'lganda Amerikaga bormasam. Amerikadagi o'zbeklar asnonoy qanaqa sohalarga ishlashar ekan? Yaponiyaga mana misol uchun o'qiydigan o'zbeklar ko'p-ku ishlayotganlarga nisbatan. Men o'qiydiganlarni ko'rmadim-u, asosan bolalar allaqachon ishlayapti. Endi men bilishim bo'yicha bitta Komil aka salonda ishlayaptilar, Honda salonda. Keyin yana bir qancha bolalar taksida ishlashyapti. Uber taksi, keyin Trackda ishlayapti. Asosan shu ishlarda bizning odamlar ishlashyapti deb eshitdim. Endi men 2 hafta ichida unaqa katta ma'lumotga ega emasman. Bir nima deya olmayman. Eshik qo'yish bilan ham shug'ullanishyapti ekan. Endi ustachilik ham qilishyapti. Kim qanaqa ish topsa qilyapti. Ha, yaxshi. Intervyudan kirib chiqdingiz viza olishgada. Mana bu nuqtasiga e'tibor berish kerak degan qanaqadir bir pointi bormi, bir special? Endi internetda eng ko'p ko'rganim, misol uchun 50 intervyu ko'rgan bo'lsam, hammasiga bitta gap bor. Intervyu vaqtida ko'ziga qaranglar degan. Demak, bu eye contact deydi-ku. Agar siz ko'ziga qaramasangiz, nimadir allayapti degan narsa keladi uni fikriga, shunaymi? Hamtu. Menimcha shu narsalarga juda katta e'tibor qiladi deb o'ylaganman. Endi men aytyapman, uni necha kishidan ham so'radim, asosan ko'ziga qaranglar dedi. Siz o'zingiz ham shu narsani qildingizmi? Ha, men ham bir xil kirib, bir xil ko'ziga qarab gapiraverdim. Ha, endi bersa berar, bermasa yo'q deb. Mana qaragan ko'rinishingiz o'zi Elon Muskga o'xshaydi. Bu odamga vizani berish kerak. Xursandmiz borib kelganingizdan. Menimcha yetarlicha savollar berdik. Agar yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentlarga yozib qoldiringlar. Ahmad akani topib bo'lsa ham biz savollarga albatta javob olib yozamiz. Unaqa vahima qilmaydi. Nima deydi? Katta ehtimol bilan Ahmad aka yana Yaponiyadan yo'qolib qolishlari ham mumkin. Uni hech kim bilmaydi. 1-3 tortyapti deyaptilar, qaranglar. Hech chiqsa ham shu. Yaponiya bilan Amerikani taqqoslasa
Yappari Nihonnoga ii deydigan joyi qayer bo'ldi? Bu yerda xavfsizlik birinchi o'rinda. O, bezapasmi? Yaponiyada xavfsizlikka butun yuqori qaraydi. U yer xavflimi? U yerda xavfli edi. Ana shu jihatlarni Bolalar aytdiki, ko'chada gaping biror kim bilan talashib qolsa, hammasini pistoletlari bor deydi. Bir ikki xillari beyzbol bitasini ham olib yuradi deydi. Janjal qiladi, otishma bo'ladi. Shularga ehtiyot bo'l deyishdi. Harakat qil, urushmaslikka deyishdi. Biror gap bo'lsa, videoga olib militsiyaga berish eng yaxshi variant deyishdi. Qaysi ish bo'lmasin, videoga olib militsiyalarga berish eng to'g'ri qaror deydi bolalar. Men Yaponiyada kelgandan beri biror marta ham ko'rmadim janjalni. Kombiniga ishlayotganlar ko'proq stress oladi. Yaponiya, men o'zim ham 5 ta klient bilan kombiniga janjal qilganman, milsabozlik qilganman. Endi urmaganman, lekin yaqingacha bo'lganman-da klientlar bilan. Yo, stress bor bu yerda. Bu yerda qanaqa ma'noda stress kam? Biz mana Yaponiyada qanaqa mijoz doim haq deymiz u. Mijoz o'zimizdan yuqori qo'yib, yana nimalar. U yerda unaqa gap yo'q-da. Mijoz sizga qanaqa muomala qilyapti, siz ham shunaqa muomala qilasiz. Tamom, shu bilan ishingiz bitadi. Stress kamroq. Endi Yaponiyadan ketgan bolalardan so'ragan edim. Yaponiyaga yurib ketgan bola shunday dedi. Yaponiyada stress ko'p dedi. Bu yerga qaraganda dedi, u yerda ko'proq dedi. Kattakon rahmat sizga. Sizga ham sizga rozi bo'lasiz. Video chiqsa YouTube'ga ko'rasiz. Qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyaga bola yozib qoldiradi. Albatta o'qiysiz degan umiddaman. Sizlarga ham kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Yana shunaqa intervyularni ko'rishni xohlasalaring, albatta kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.